Allahümme enzilni menzilen mübareken ve ente hayrul munzilin. Dersini devam etamiz. Yine ochamiz. Tashilul bayan. Biz o'tgan darsda sizin bilan tafsir Jalalayndan ammani o'tdik. Bugun tezgina hozir staroturkskiy tilda, eski Turkiyada tashilul bayan. Shundan da izlab qarab boramiz. Kitobdagi ul yozuvdagi kitoblarida o'qirga o'rganish uchun. Tashilul bayan ikinchi chasti al-juz'u thani amma yatasaalun. Shol aytinglar. Men ha stranitsasini aytam sizga. 725-bit. 765-bit. 765. 765. Вот. Ana shu. Ayni Naba surasi. Zo'rroq aytsangiz, чтобы ko'rinsin. Azroq zo'roq yo'q, слишком ko'rinsin, o'qib borarga. Shu azaytsangiz endi. Shu bo'ldi. Polностью o'qimasak-da azroq o'qib boraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ustunda narsa deb yozilgan Suratun Naba. Makkiyatun va hiya 40 oyat. 77-sura Naba surasi Makkada nozildir. 40 oyatdir. Bismillahirrohmanirrohim. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hazrati mab'us bo'lib, mab'us ya'ni jibarilib, xalqni oshkora da'vat qila boshlagach, ochiq da'vat qila boshlagach, ham qiyomat kuni birla qo'rqita boshlagach, mushriklar ul hazratning payg'ambarligida ham Qur'on va qiyomat to'g'risida ixtilof qilib, bir-birisidan yoki payg'ambardan va mu'minlardan so'rashur edilar. Haq subhanahu va taala buyurdikim, amma yatasaalun. Ne narsa to'g'risidan savol qilurlar? So'rov, savol deymiz. Va so'rashurlar ul mushriklar. Anin naba'il azim. Ulug' bo'lg'uvchi xabardan kim? Qur'ondir. Allazi hum fihi. Ondayin xabar kim ul mushriklar oning to'g'risida muxtalifun ixtilof etguvchilardir. Ya'ni turli so'zlar aytirlar, ba'zilari sihrdir va ba'zilari shig'irdir yoki kahanatdir. Ko'z baylovda ko'razachilik bilan shunday. Kahanatdir yoki asotirul avvalindir. Сказкидagi ilkigilarning asaltarinchik bilan urishchasi shubchak deyiladi. Nindi только история. Bu выдуманный degani mify aya. Avvalgilarning bir o'ylab topgan narsadir deyirlar yoki ulug' xabardan murod Muhammad alayhisalomning payg'ambarligidir kim? Mushriklar oning xususida ixtilof qildilar. Sohirdir yoki shoirdir, sehr qiluvchi yoki shoir dedilar, yoki majnundir demak gibi turli so'zlar aytdilar. Yaysa murod qiyomatdir kim? Onda ham ixtilof ayladilar. Ba'zilari qiyomat voqe bo'lacaqdir. Putlarimiz qiyomatda bizlarga shafaat qilurlar dedilar. Va ba'zilari qiyomatni bil kulliya arabcha so'zida butunlay deganda inkor etdilar va ba'zilari shikda turdilar. Kalla sayalamun. Haqqan kim? Tez zamonda bilirlar ul mushriklar. Ya'ni jon bergan vaqtlarida bilirlar ixtilof qilgan narsalarining shubhasiz haq ekanligini degan. Thumma kalla sayalamun. So'ngra tezdir kim tahqiq bilirlar. Shinnab bilirlar. Onlar qiyomat kunida o'z i'tidatlarining botil va yolg'on edigini. O'zlarining tegi narsalarni aytalar, dushman nashalar, da'vo qilalar, degani nindidir yo'l tutalar bitdi. Mana shuning botilligini tezdan bilashaklar. Alam naj'alil arda aya
qilmadikmi biz yerni mihada, yer deb yozilgan, yer demagan, 100 yildan ortiq ilk yozilgan kitob. Mihada alam naj'alil arda, aya qilmadikmi biz yerni mihada, tushalmish tushak, takim, что degani, siz onun üstünde karar kılırsınız. Vel cibale autada, следующий страницу открываем. Dahi, qildik biz tavlarni yerning qodoqlari, takim, чтобы alar deganda sababli, alar sababli. Yer mahkam qaror qilur, чтобы крепко стояла земля. Va xalaqnakum, ham yaratdik biz sizni azvajan, zavjlar va juftlar edib. Halal juft deymiz, juft degani parlab. Ya'ni har sinfdan erkakni ham xotinni yaratdik. Naslingiz, ya'ni nasligiz degan so'z. Naslingiz boqiy bo'lsin uchun, naslingiz davomli bo'lsin uchun. Va ja'alna, ham qildik biz naumakum, sizning uyqungizni degan. Subatan, a'zolaringizning rohati, uyqu a'zolaringizning rohati. Takim, чтобы uyqu birla istirohat qilirsiz, yolitirsiz. Va ja'alna al-layla, dahi qildik biz kishni libasan, bir uratu, takim kishning qorong'iligi birla barcha narsalar uratilurlar, qoplay. Va ja'alna an-nahara, ham qildik kunduzni ma'ashan, ma'ishat talab qilatirgan, yashash uchun ishlaytirganda vaqt, takim, чтобы kunduzda kasbigiz va maishatingiz ortidan yurursiz. Va banayna, dahi bino etdik biz, tuzudik. Fawqakum, sizning ustingizda. Sab'an shidadan, 7 degan so'z. 7 mahkam, niqli va qoti bulg'uvchi ko'klarni. Va ja'alna, dahi yaratdik biz ko'kda sirajan va haja, turli va nurli va yoqtirquvchi sharoqlarni. Men yapon tilida o'qimayman. 100 yillik ota bobolarimiz qoldirib ketgan kitob, tafsir. Ya'ni quyosh ham oyni. Va anzalna, ham indirdik biz minal mu'sirati, yomg'irni yağmur deb yozilgan. Yağmur yağdırg'uvchi bulutlardan, ma'an, suvni, sajjajan, qilg'uvchi suvni, quyilg'uvchi, quyilib og'atirganda, quyilg'uvchi suvni. Linukhrija bihi, takim chiqarmog'imiz uchun ul suv birla habban, urliqni, buğdayni, buğday degan. Va arpa kabi. Va nabatan, ham chiqarmog'imiz degan, bugungi tillarga yaqinroq aytamiz, chiqarmog'imiz uchun o'sa turgan o'lanlarni, nabat. Va jannatin alfafa, dahi bir-birsini shulg'ang'uvchi, qo'shilib ketuvchi. Ya'ni bir-birsini bek yaqin bo'lgan o'g'achlarni va bog'chalarni o'stirmagimiz uchun ul suvni indirdik. Inna yawmal fasli, durustlikda hukm kuni, ya'ni qiyomat, kana bo'ldi Xudoning hukmida, miqotan, hisob va jazo uchun muqarrar etilmish bir vaqt. Yawma, shul kunda kim yunfaxu fis-suri, urilmish bo'lar surg'a, ya'ni xaloyiqning qabrdan qo'barilmog'i uchun Israfil surni urur. Fatatuna, bas sizlar kelirsiz, afvajan, guruh, jamoat bo'lib qabringizdan mahshar yerine. Ya'ni xaloyiqlar qilgan amallarına ko'ra turli suratlarda bo'lib
kelirlar demişler. Ve futihatis sema'u ham ochilmish bo'lur. Ochilur degan. Ve yorilur ul kunda ko'k. Fakanat bas bo'lur abwaban eshiklar. Ko'klarda eshiklar ochiladi. Ve sujiratil jibalu dahi surilmish bo'lurlar tog'lar, ya'ni havoda uchib yururlar. Fakanat saraba bas bo'lurlar sarob kabi, miraj kabi. Ya'ni yiroqdan yoltirab suv kabi bo'lib ko'ringan rashsha o'xshashli rashshaga, to есть neydi? Mirajda ko'zingizgagina ko'ringan narsa bo'lurlar. Ajzolari tutilib tamom yo'qqa chiqarlar, tog'lar tutilib tashlar. Inna jahannama durustlikda tamuh kanat bo'lur mirsodan xaloyiqning o'tashak yeri degan. Ya'ni har kim oning uzridan o'tar. Littog'ina ozg'inlikda shikdan chiquvchilarga. Ya'ni kufr ahli naslidan. Ya'ni kufr ahlina bo'ldi ul jahannam ma'aba. Qo'ytashaq o'rin. Barashaq o'rinlar, qo'ytashaq o'rinlari. Labithina fiha turg'uvchilardir onlar tamuqda ahqoban uzun muddatlar vaqtlar, ya'ni mangi tamuqda qolirlar. La yazuquna fiha totmaslar, totib qaramaslar, totmaslar onlar tamuqda va ko'rmaslar bardan salqin va rohat havoni. Wala sharoban ham ichmaslar hech bir ichimlikni. Illa hamiman magar ichguvchining echaklarini yondirib pora titib tashlaydi. Pora buldak. Pora itkuvchi issiz suvnig'ina icharlar. Hamim sammi silnida kipichonni. Va g'assaqa dahi jarohatlardan rana. Jarohatlardan oqqan murdor va shoxshi suvnig'ina icharlar. Sori ginoy suvlar bormi? Nidan chiqadi? Jazaan wifaqa o'zlarining qilgan amallarına muvofiq jazo birla jazolantirilmish bo'lurlar onlar. Innahum durustlikda ul mushriklar kanu la yarjuna umid etmas bo'ldilar va qo'rqmadilar dunyoda hisoban oxiratdagi hisob va jazodan. Va kazzabu bi ayatina ham yolg'onga tutdilar bizning oyatlarimizni. Kizzaba yolg'onga tutmoq bilan degani. Va kulla shay'in va har bir narsani bandalarning amallaridan, ya'ni toat va ma'siyatlarining hammasini barchasini ahsoynahu sonadik biz ani. Sonadik, ya'ni saqladik va yozdik. Saqlab qo'ydik, yozib qo'ydik. Kitaban yozmoq birlada, yozmoq ham ayturmiz mushriklarga oxiratda. Fazuqu bas totingiz siz, totib qarag'iz tamuq g'azobini ey mushriklar. Falan nazidakum bas hargiz hech qachon degansiz. Hechda hargiz orttirmasmiz biz sizlarga illa azaba. Magar azob ustuna azob orttiramiz. Tamuq ahli uchun Qur'onda bo'lgan oyatlarning eng qotirog'i ushbu oyatdir demişlar. Inna lil muttaqina durustlikda taqvolik etguvchilarga bo'lg'uvchidir mafaza qo'l ustunligi va azobdan qutulmoq. Dahi bo'lg'uvchidir onlarga hadaiqo jannat bog'chalari kim ul bog'chalarda yemish og'ochlari bordir. Va a'naban ham yuzum og'ochlari bordir. Va kawaiba atroba ya'ni bundakilar halal jufutlar, suprugi deganlar kela. Atom sizlar deyishsa va ka'san dihaqa dahi bo'lur onlarga sharob birla to'li bo'lg'uvchi kasalar. La yasma'una eshitmaslar ul muttaqilar taqvolilar fiha jannatda lag'van bihuda va bo'sh so'zlarni, foydasiz bo'sh so'zlarni.
Wala kizzaba, ham yolg'on so'zlarni. Ya'ni dunyodagi xamir aroqi majlislari kabi onlarning majlislarida botil va yolg'on so'zlar bo'lmas. Jazaan, jaza berilmak, jaza berilur onlarga. Jaza berilmak degan, ya'ni beru uchunda. Min robbika, parvardigoringdan, Robbingdan. Atoan, ham ato qilmoq, ato qilur Xudoy onlarga. Hisaban va vafi va kafi bo'lg'uvchi atoni. Vafi to'ltiribda, kafi yetarli bo'lg'uvchi atoni, beruvni, bo'lakni. Yoki g'amallarini muvofiq, g'amallarini top keluvchi bo'lgan, muvofiq bo'lgan jazo onlarga berilir. Robbis samawati val ardi, ko'klarning ham yerning parvardigori, Robbisi bo'lg'uvchi Xudoy taolo qo'shindan, ondan bu bo'laklar. Va ma baynahuma, ham ko'k birla yer orasida bo'lgan narsalarning parvardigori bo'lg'uvchi Ar-Rahman, ulug' rahmat egasi bo'lg'uvchi. La yamlikuna, malik bo'lmaslar, ko'kning ham yerning ahllari minhu ul Xudoy taoladan xitoba, bir so'z aytmakka. Ya'ni Xudoyning ruxsatidan boshqa bir so'z ayta olmaslar va so'zlamakka qodir bo'lmaslar. Yawma yaqumur ruhu, shul kunda kim qoyim bo'lur va turur jonlarga muvakkal bo'lg'uvchi ruh ismli farishta. Bunda shulay deb keladi. Wal malaikatu saffa, ham boshqa farishtalar hammalari tururlar sof bog'lab, baylab, soflanib. Xudoyning farmonini, buyrug'ini, amrini muntazir kutuvchi bo'lib. Ma'alimda mazkurdirki, Ma'alim kitobida mazkurdirki, zikr qilingan, esga olingan, ul ruh shundayin ulug' farishtadirkim, qiyomat kunida barcha farishtalar bir sof bo'lib tururlar, ul ruh yolg'iz o'zi bir sof bo'lur. Va ba'zilari ruhdan murod, maqsad Jabroil alayhisalomdir deyirlar. Vallohu a'lam. Alloh o'zi bilguvchi. La yatakallamuna, so'zlashmaslar ul qiyomat kunida, ya'ni birov ikkinchiga shafaat qilib so'z aytmas. Illa man azina lahur rahman, magar shafaat qilurlar shul kimsaga ruxsat berdi oning uchun shafaat etmakka Xudoy taolo. Va qala, ham aytdi ul kimsa dunyoda vaqtida savoba, to'g'ri so'zni. Shulargina to'g'ri so'z aytgan kishilargina shafaat qila oladi. Ya'ni kalima tavhidni aytgan va iymon keltirgan kimsalargagina shafaat etarlar. Ayya, shu shafaat oluvchilar bo'ladi. Zalika, ushbu qiyomat kuni, al-yawmul haq, haq bo'lg'uvchi kundir. Ya'ni albatta voqi' bo'lashaqdir, albatta kelajak bo'lashaqdir. Faman sha'a, bas har kim tilasa, ittaxaza, tutar ila robbihi, parvardigorining ajr va savobi sari toba. Ma'aban, qaytmoqni iymon va toat birla. Inna anzarnakum, durustlikda biz qo'rqitdik sizlarni. Azaban qariban, yaqin bo'lg'uvchi azobdan kim oxirat azobidir. Yawma yanzurul mar'u, shul kunda kim qarar odami degani kishi, jinni bor, adamiy. Ma qaddamat yadahu, shul narsaga kim oldan yibergandir oning ikki qo'li. G'amal. Ya'ni dunyoda vaqtida ishlagan g'amallarini qarar va g'amal daftarida onlarning hammasini ko'rar. Va yaqulul kafiru, ham aytur iymon keltirmagan kishi ul kunda. Ya laytani, ey koshki men, shoyatki men, debdagi mishtat etuvda, kuntu turoba, tuproq bo'lgan bo'lsamchi, ya'ni hech da yaratilmagan va dunyoga kelmagan bo'lsamchi, yoki hayvonlar kabi men ham tuproq bo'lib avrilsamchi, bu g'azablarni ko'rmas edim deyir. Nechik matur yozilgan, shulaymi? Ongnamagan aptirading. Nu ongnasinlar. Kim mishayt etasin? Yeransinlar.